Kattaqo'rg'on tumanida qishloq xo'jaligi tarixidagi yana bir yorqin sahifa yaratildi. Dehqonlarimizning fidokorona mehnati, yerga bo'lgan mehr va mas'uliyati evaziga joriy yilda g'alla yetishtirish shartnomaviy rejasi ortig'i bilan bajarildi. Tumanimiz g'allakorlari joriy yilda 30,5 ming tonnadan ortiq g'alla topshirib, viloyatda birinchi bo'lib eng katta g'alla xirmonini bunyod etdilar. Joriy yilda tumanimizdagi 230 ta fermer xo'jaligi tomonidan 8926 gektar maydonda boshoqli don ekilib, g'allakorlarimiz ob-havoning turli injiqliklariga qaramay fidokorlik namunasini ko'rsatdilar. Yerga qadalgan har bir don ortida qanchadan qancha tunlarni bedor o'tkazgan suvchilar, mexanizatorlar, agronomlar, fermerlar, qolaversa kombayn operatorlarning mashaqqatli mehnati mujassam. Ilg'or texnologiyalar va ilmiy yondashuv orqali yerlarni to'g'ri oziqlantirish, suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish va agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida sifatli o'tkazish, texnikalar sozligi va yuqori salohiyat, o'rim yig'im mavsumida g'alla shtablarining to'g'ri muvofiqlashtirilishi hamda zamonaviy texnikalarning kun-u tun betalofat ishlashi, hamjihatlik va fidokorlik ortida mexanizatorlardan tortib dala chetida ularga madadkor bo'lgan har bir ishchi xizmatchining yurt xirmonini to'ldirish yo'lidagi birdamligi, bugunga erishilgan natija hurmatli prezidentimiz tomonidan sohaga alohida qaratilgan e'tibor va qo'llab-quvvatlovlar mahsuli bo'lib, tumanimizda olib borilayotgan qishloq xo'jaligi islohotlari, yer egalariga yaratilgan shart-sharoitlar va tizimli ishlarning amaliy natijasidir. G'allakorlarimizning fidokorona mehnatlari tufayli hosildorlik o'rtacha 80-90 sentnerni tashkil etib, tumanimizning Mirzo Ulug'bek, Juma Hayitov, Mardi Sultonov, Kattaqo'rg'on Maskasi, Zarafshon, Elmurod Qurbonov, Orzu Mahmudov, Yo'ldosh Oxunboboyev, Paxtakor, Buyuk To'ron va Bo'ston muqobil mashina traktor parki hududlari munosib hissa qo'shdilar. Shuningdek, Uchtepa, Mangaron unumdor zamini, Nazokat oltin dalasi, Hosil, Zalvar ota, Ibrohim kelajagi porloq, Ravot saxovatli dalasi, Ixtiyor Hamdamov dalalari, Nurlim Yonqul, Oybek, Akrom Abdullayev, Beklar Fayzli dala, Mundion Gardens, Suylug'ol, Sarvar Nozim Sarvinoz, Agromaniya, Greenfield Kattaqo'rg'on, Egamberdi, Hazara, Nigmatov Azizbek, Zulfxor Hasan dalasi, Zohidjon Berdiyev kabi fermer xo'jaliklari yuqori hosildorlikka erishib, barchaga namuna bo'ldi. Ulkan Xirmon bunyod etilishida tumandagi Kattaqo'rg'on g'alla klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati korxonasi tomonidan g'allakorlarga yaqindan yordam berib borilgani tahsinga sazovordir. Aziz tumanimiz g'allakorlari va dala mehnatkashlari, sizlarni ushbu ulug'vor g'alaba, ulkan Xirmon bayrami bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. Sizlarga, oila a'zolaringizga sog'lik, salomatlik, xonadonlaringizga tinchlik, xotirjamlik va fayz va baraka tilaymiz. Chekkan zahmatlaringiz rohatini ko'ring. Xalqimiz uchun qilayotgan mehnatingiz hamisha qadr topsin. Kattaqo'rg'on tumanining Xirmoniga doimo baraka bersin. Zafarlarimiz bardavom bo'lsin, aziz tumandoshlar.